Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz ayniqsa siz uchun, har biringiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan juda muhim masalaga bag'ishlanadi. Bugun biz shunday bir yangilik haqida gaplashamizki, u mamlakatimizdagi minglab, balki millionlab pensionerlarning hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Gap prezidentimizning tashabbusi bilan aprel oyidan boshlab amalga oshirilayotgan katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlar, ya'ni pensiyalarga ustamalar haqida ketmoqda. Bu shunchaki bir xabar emas. Bu sizning oilaviy byudjetingizga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadigan real imkoniyat. Ushbu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik uchun videoni bir daqiqa ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman. Agar siz kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va videoga like qo'yishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya. Siz esa muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar. Azizlar, uzoq yillar davomida mamlakatimizda pensiya ta'minoti tizimi o'zining muayyan qiyinchiliklariga ega edi. Ko'pgina hollarda pensionerlarimizning oylik daromadlari, ya'ni nafaqalari kundan kunga o'sib borayotgan narx-navo, kommunal to'lovlar va dori-darmon xarajatlarini qoplashga zo'rga yetardi. Avvallari pensiya miqdorini hisoblashda ish stajining davomiyligi, oylik maoshning hajmi va undan ajratilgan ijtimoiy to'lovlar muhim rol o'ynagan bo'lsa-da, bu ko'rsatkichlar ko'pincha bugungi kun talablariga to'liq javob bermayotgan edi. Jamiyatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari, xususan pensiya yoshidagi fuqarolarimizning turmush sharoitini yaxshilash, ularning moddiy ahvolini mustahkamlash masalasi doimo dolzarb bo'lib kelgan. Ko'plab pensionerlarimiz qo'shimcha daromad topish maqsadida keksaygan yoshlarda ham mehnat qilishga majbur bo'lishardi. Bu esa ularning sog'ligi va dam olishga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Shuningdek, pensiya ta'minoti tizimida ba'zi byurokratik to'siqlar ham mavjud bo'lib, ular pensiya miqdorini qayta hisoblash yoki ustamalar olish jarayonini murakkablashtirardi. Qog'ozbozlik, turli instansiyalarga qatnash zarurati ko'pchilikni charchatar edi. Bu nafaqat ularning shaxsiy qiyinchiliklariga, balki umuman jamiyatdagi ijtimoiy adolat tamoyillariga ham soya solardi. Pensiya ta'minoti mexanizmlari ayrim hollarda, ayniqsa past maosh bilan uzoq yillar ishlaganlar uchun munosib keksayishni ta'minlashga yetarli darajada xizmat qilmasdi. Bu holat davlatimiz uchun jiddiy chaqiriq edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning shaxsan tashabbusi va farmonlari asosida pensiya ta'minoti tizimini tubdan isloh qilish yo'lida muhim qadamlar tashlandi. Bu o'zgarishlar nafaqat pensiya miqdorini oshirishni, balki uni hisoblash mexanizmlarini soddalashtirishni va adolatli qilishni ham nazarda tutadi. Asosiy e'tibor ijtimoiy adolat tamoyilini mustahkamlashga qaratildi. Ya'ni eng ko'p ehtiyojmand qatlamlarga, ayniqsa uzoq yillar halol mehnat qilgan, ammo kam pensiya olib kelayotgan fuqarolarga yordam berishga. Bu islohotlarning zamirida pensiyani nafaqat xizmat uchun mukofot, balki munosib keksayish davrini ta'minlovchi kafolat sifatida ko'rish yotadi. Davlatimizning asosiy maqsadi har bir keksa avlod vakilining tinch va farovon hayot kechirishini ta'minlashdan iborat. Bu o'zgarishlar ortida chuqur ijtimoiy va iqtisodiy tahlillar turibdi, chunki aholining xarid qobiliyatini oshirish, ichki iste'molni rag'batlantirish va shu orqali iqtisodiy o'sishga erishish ham ko'zlangan. Ya'ni bu nafaqat pensiya, balki butun mamlakat iqtisodiyotining harakatlantiruvchi kuchiga aylanishi mumkin bo'lgan mexanizm. Eng muhimi, bu yangi qo'shimcha to'lovlar mavjud pensiyaga qo'shiladi va aprel oyidan boshlab amalga oshiriladi. Bu kutilmagan, ammo juda zarur bo'lgan moddiy yordamdir va u har bir pensionerning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan. Asosiy tahlil: kimga tegishli va kimga tegishli emas. Xo'sh, bu katta qo'shimcha to'lov kimlarga beriladi va kimlar bu imkoniyatdan xavotir olmasligi kerak? Bu savol hozirda ko'pchilikni qiziqtirayotgani tabiiy. Keling, bu masalani batafsil misollar bilan ko'rib chiqaylik. Bu yangi qo'shimcha to'lov avvalambor kam ta'minlangan, ya'ni pensiya miqdori mamlakatimizda belgilangan minimal iste'mol xarajatlaridan past bo'lgan pensionerlarga qaratilgan. Shuningdek, uzoq yillar mehnat stajiga ega bo'lgan, ammo oylik maoshining kamligi tufayli past pensiya olib kelayotgan fuqarolarimiz ham bu ustamadan bahramand bo'ladilar. Bundan tashqari, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari va urush faxriylari kabi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar ham ushbu qo'llab-quvvatlash dasturiga kiritilgan. Bu o'zgarishlarning eng asosiy maqsadi ijtimoiy adolatni ta'minlash, hech bir keksa fuqaroni e'tiborsiz qoldirmaslikdir.
Bu choralar pensionerlarning asosiy ehtiyojlarini qondirish, sog'liqlarini saqlash, dori-darmon xarid qilish va oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda ularga yordam berishga qaratilgan. Bu ustama nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularning ruhiy holatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ular davlatning g'amxo'rligini his etadilar. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Bir misol, Otabek aka misoli. Otabek aka 70 yoshda, uzoq yillar qishloq xo'jaligida, jumladan fermer xo'jaliklarida oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 850 ming so'm. Otabek akaning oilaviy sharoiti unchalik yaxshi emas, chunki uning yagona daromadi shu pensiyadir. Uning bir ozi yashaydi, farzandlari chet elda mehnat qiladi, ammo ulardan doimiy yordam kelmaydi. Qishloq joylarda kommunal to'lovlar ham, oziq-ovqat narxlari ham shahardagidek tez osyapti. Qish mavsumida isitish xarajatlari, yozda esa suv ta'minoti bilan bog'liq xarajatlar ko'payadi. Dorilarga ham ancha pul ketadi, chunki yosh o'tgan sari sog'liq bilan bog'liq muammolar ortib boradi. Otabek aka hozirda belgilangan minimal iste'mol xarajatlari, masalan, bugungi kunda bu 1.100.000 so'm deb tasavvur qilaylik, dan past pensiya olmoqda. Yangi qarorga ko'ra, uning pensiyasiga aynan shu minimal iste'mol xarajatlari darajasiga yetishi uchun, ya'ni 250 ming so'm qo'shimcha to'lov amalga oshiriladi. Endi Otabek akaning pensiyasi 850 ming, 250 ming, 1.100.000 ming so'mni tashkil etadi. Bu uning uchun sezilarli yordam bo'lib, uning dori-darmon xarajatlari va kundalik ehtiyojlarini qondirishga yordam beradi. U endi non, sabzavot va boshqa asosiy mahsulotlarni sotib olishda qiynalmaydi. Bu misol shuni ko'rsatadiki, davlat e'tibori birinchi navbatda eng ehtiyojmand qatlamlarga qaratilgan bo'lib, ularning munosib hayot kechirishini ta'minlash asosiy ustuvor vazifa hisoblanadi. Ikki misol, Mavluda opa misoli. Mavluda opa 65 yoshda, u 30 yildan ortiq vaqt davomida tuman kutubxonasida kutubxonachi bo'lib ishlagan. Uning oylik pensiyasi 900 ming so'm. Mavluda opaning ham nafaqasi minimal iste'mol xarajatlaridan past. U yolg'iz yashaydi va kvartira ijarasi, kommunal xizmatlar, oziq-ovqat va tibbiy xarajatlar uni qiynaydi. Ayniqsa, yolg'iz ayol uchun shaharda yashash, barcha to'lovlarni o'z pensiyasi hisobidan qoplash juda mushkul. Har oy kommunal to'lovlar, internet va telefon uchun pul ajratishga majbur bo'ladi. Yangi tartibga ko'ra, Mavluda opaning pensiyasiga ham belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasiga yetishi uchun 200 ming so'm ustama qo'shiladi. Natijada uning pensiyasi 1.100.000 so'mga yetadi. Bu ustama Mavluda opaga o'z uy-joyini saqlash, zarur oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish va eng asosiysi, sog'ligini saqlash uchun dori-darmonlarni sotib olishda muhim yordam bo'ladi. U endi o'z ehtiyojlarini qondirish uchun doimiy ravishda tejashga yoki qarindoshlardan yordam so'rashga majbur bo'lmaydi. Bu uning kundalik hayotiga sezilarli yengillik olib keladi va uning ijtimoiy faolligini saqlashga ham yordam beradi. 3 misol, Rahmatulla amaki va Dilbar opa misoli. Ular ikkalasi ham pensioner, bir oila bo'lib yashaydilar. Rahmatulla amaki 72 yoshda, u uzoq yillar o'qituvchi bo'lib ishlagan. Uning pensiyasi 1 million so'm. Dilbar opa 68 yoshda, u kasalxonada hamshira bo'lib xizmat qilgan. Uning pensiyasi 800 ming so'm. Ularning umumiy oilaviy daromadi 1 million so'm, 800 ming so'm, 1 million 800 ming so'm. Agar oilaning minimal iste'mol xarajatlari 2 kishi uchun, masalan, 2 million so'm deb hisoblanadigan bo'lsa, ularning daromadi bu ko'rsatkichdan past. Bu holatda har bir kishiga emas, balki oilaning umumiy daromadiga qarab ustama beriladi. Ya'ni ular oilaviy daromadlari 2 million so'mga yetishi uchun 200 ming so'm qo'shimcha to'lov olishadi. Bu ularning har ikkisiga ham tegishli bo'lgan birgalikdagi yordamdir. Bu misol shuni ko'rsatadiki, oilaviy ahvol ham hisobga olinadi va bir oila a'zolarining umumiy daromadlari tahlil qilinadi. Bu esa ijtimoiy adolatni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday oilalar endi nafaqat o'z ehtiyojlarini qondirish, balki farzand va nabiralariga ham ba'zi hollarda yordam bera olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Kimlar uchun bu o'zgarishlar tegishli emas yoki kamroq darajada ta'sir qiladi? Bu savolga javob berishda ham aniq bo'lishimiz kerak. Agar sizning pensiya miqdoringiz hozirgi kunda belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan yuqori bo'lsa, siz ushbu aynan shu ustama bo'yicha qo'shimcha pul olmaysiz.
Misol uchun, agar sizning pensiyangiz 1.200.000 so'm bo'lsa va minimal iste'mol xarajatlari 1.100.000 so'm deb belgilangan bo'lsa, sizga ushbu ustama berilmaydi. Chunki sizning daromadingiz allaqachon belgilangan minimal chegaradan oshgan. Biroq bu sizning pensiyangiz umuman oshirilmaydi degani emas. Davlat pensiyalarni umumiy indeksatsiya qilish yoki boshqa ijtimoiy dasturlar doirasida oshirishni davom ettiradi. Shuningdek, agar siz pensioner bo'lsangiz va rasmiy ravishda ishlashda davom etayotgan bo'lsangiz, sizning holatingiz biroz boshqacha ko'rib chiqilishi mumkin. Ba'zi hollarda ishlashda davom etayotgan pensionerlarga qo'shimcha ustamalar berilmasligi mumkin, chunki ularning umumiy daromadi allaqachon yuqori hisoblanadi va ular ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamga kirmasligi mumkin. Ammo bu har bir holatda individual ko'rib chiqiladi va alohida normativ huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinadi. Shuning uchun, o'z holatingizni aniqlashtirish uchun pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qilish muhimdir. Har bir holatning o'ziga xos jihatlari bo'lishi mumkin. Shuning uchun shaxsan murojaat qilish eng to'g'ri yo'ldir. Istisnolar, xavf-xatarlar va noaniq jihatlar. Har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yangi pensiya ustamalari dasturida ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga jarayonni tushunish va keraksiz muammolardan qochishga yordam beradi. Birinchidan, minimal iste'mol xarajatlari tushunchasi. Bu ko'rsatkich hukumat tomonidan ma'lum vaqt oralig'ida, odatda har yili qayta ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. U oziq-ovqat, kiyim-kechak, kommunal xizmatlar, transport va boshqa eng zarur tovar va xizmatlarning minimal narxlari asosida hisoblanadi. Bu ko'rsatkichning o'zgarishi mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat, inflyatsiya darajasi va aholining real daromadlarining o'zgarishiga bevosita bog'liqdir. Agar sizning pensiyangiz bu ko'rsatkichdan past bo'lsa, ustama olasiz, lekin bu ko'rsatkich doimiy emasligini yodda tuting. Kelajakda u o'zgarishi mumkin va bu o'zgarishlar sizning qo'shimcha to'lov miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta, chunki ba'zi pensionerlar hozirgi belgilangan miqdor doimiy bo'lib qoladi deb o'ylashi mumkin. Ammo bu mutlaqo unday emas. Shu sababli har yili davlat tomonidan tasdiqlanadigan minimal iste'mol xarajatlari miqdorini kuzatib borish kerak. Rasmiy manbalarni, xususan O'zbekiston Respublikasi Statistika qo'mitasi yoki pensiya jamg'armasining veb-saytlarini muntazam tekshirib turish tavsiya etiladi. Ikkinchidan, hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi. Pensiya ustamalarini olish uchun sizdan ba'zi hujjatlarni taqdim etish talab qilinishi mumkin. Masalan, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi, ba'zi hollarda oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Agar siz yolg'iz bo'lmasangiz va oilaviy daromadlar hisobga olinayotgan bo'lsa, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, vafot etgan oila a'zosining o'lim guvohnomasi kabi. Eng muhimi, taqdim etiladigan barcha ma'lumotlar to'g'ri va ishonchli bo'lishi shart. Agar ma'lumotlarda xatoliklar yoki qalbaki hujjatlar aniqlansa, nafaqat ustama berilmasligi, balki qonuniy javobgarlik ham yuzaga kelishi mumkin. Bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun har bir hujjatni sinchiklab tekshirish va barcha talablarga javob berishini ta'minlash juda muhimdir. Ba'zi hollarda pensionerlar o'zlarining ish staji haqidagi ma'lumotlarni qayta tiklashga to'g'ri keladi. Bu esa biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shunday holatlar bo'lganki, eski ish joylaridan arxiv ma'lumotlari yetishmay qolgan va bu pensiyani qayta hisoblashda muammolar keltirib chiqargan. Bunday holatlarda pensiya jamg'armasi mutaxassislari sizga yordam berishi mumkin, ammo bu jarayonni oldindan boshlash maqsadga muvofiqdir. Barcha kerakli hujjatlarning nusxalarini ham saqlab qo'yishni unutmang. Uchinchidan, rasmiy ishsizlik. Agar pensioner rasmiy ravishda ishsiz bo'lib, biroq norasmiy ravishda daromad topayotgan bo'lsa, bu holat qonuniy jihatdan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Davlat ustamalarni taqdim etishda aholining real daromadlarini hisobga olishga intiladi. Norasmiy daromadlar hisobga olinmasligi va bu kelgusida noxush oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, ustama bekor qilinishi yoki oldingi olingan mablag'larni qaytarish talabi paydo bo'lishi mumkin. Shu sababli, agar siz qo'shimcha ishlayotgan bo'lsangiz, bu haqda pensiya jamg'armasini xabardor qilish yoki umuman rasmiy ish joyini qayd ettirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, norasmiy ravishda uyda tikuvchilik bilan shug'ullanib pul topayotgan ayollar yoki bog'larda ishlayotgan erkaklar o'z daromadlarini rasmiylashtirishlari maqsadga muvofiq.
Aks holda olinadigan ustama noqonuniy deb topilishi va ortiqcha to'langan mablag'lar qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuningdek, bu holat soliq qonunchiligiga ham zid bo'lishi mumkin. 4-dan, pensiya jamg'armasining xabardorligi. Aksariyat hollarda pensiya jamg'armasi sizning pensiya miqdoringizni va uning minimal iste'mol xarajatlari darajasidan past ekanligini avtomatik ravishda aniqlaydi, chunki barcha ma'lumotlar ularning bazasida mavjud. Ammo shunga qaramay, ba'zi bir ma'lumotlar, masalan, oilaviy ahvolingizdagi o'zgarishlar, agar biror kishi vafot etsa yoki aksincha yangi oila a'zosi paydo bo'lsa, yoki daromad manbalaringizdagi o'zgarishlar haqida jamg'armani xabardor qilish sizning mas'uliyatingizda bo'ladi. Agar sizda biror o'zgarish bo'lsa va bu sizning ustama olish huquqingizga ta'sir qilishi mumkin deb hisoblasangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishdan tortinmang. Ko'pincha fuqarolar o'zlarining huquqlari yoki majburiyatlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmaydilar. Bu esa kelajakda turli tushunmovchiliklarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi pensionerlar vafot etgan turmush o'rtog'ining pensiyasini olishda davom etishlari mumkin. Bu esa ularning daromadini sun'iy ravishda oshiradi va ularni yangi ustama olish huquqidan mahrum qilishi mumkin. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasini o'z vaqtida xabardor qilish juda muhim, chunki ma'lumotlarni yashirish kelgusida qonuniy muammolarga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu qo'shimcha to'lovni olish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Jarayonni iloji boricha sodda va tushunarli qilib tushuntiraman. Bir qadam, vaziyatni tushunish va baholash. Avvalo, sizning hozirgi pensiya miqdoringizni bilishingiz va uni davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatlari darajasi bilan solishtirishingiz kerak. Minimal iste'mol xarajatlarining amaldagi miqdorini har qanday bank, pensiya jamg'armasi bo'limi yoki tegishli davlat organlarining rasmiy veb-saytlaridan, masalan, Stat.uz yoki Mi.gov.uz bilib olishingiz mumkin. Bu sizga qo'shimcha to'lovga haqli ekanligingizni yoki yo'qligini aniqlashda dastlabki yo'nalish beradi. Agar sizning pensiya miqdoringiz ushbu minimal ko'rsatkichdan past bo'lsa, siz qo'shimcha to'lov olish huquqiga egasiz. Shuningdek, oilaviy daromadingizni ham hisoblab chiqing, agar siz yolg'iz yashamayotgan bo'lsangiz. Chunki ba'zi hollarda oilaning umumiy daromadi hisobga olinishi mumkin. Bu esa sizning shaxsiy pensiyangiz yuqori bo'lsa-da, umumiy daromad kam bo'lganida ham ustama olish imkonini berishi mumkin. 2 qadam, hujjatlarni tayyorlash. Odatda sizdan talab qilinadigan asosiy hujjatlar quyidagilardir. 1. Pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat, asl nusxasi va sifatli nusxasi. Bu sizning shaxsingizni tasdiqlaydi. Pasportingizning amal qilish muddatiga e'tibor bering. Muddati o'tgan bo'lmasligi kerak. Aks holda uni yangilashingiz zarur bo'ladi. 2. Pensiya guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Bu sizning pensioner ekanligingizni tasdiqlovchi asosiy hujjat. 3. Bank hisob raqamingiz to'g'risidagi ma'lumotlar. Agar pensiyangiz karta orqali oladigan bo'lsangiz, bank kartangizning rekvizitlari, ya'ni karta raqami, amal qilish muddati, bank nomi. Bu ustamalar aynan shu hisob raqamiga o'tkazilishi uchun zarur. Agar pensiya naqd pulda olinayotgan bo'lsa, bu ma'lumot talab qilinmaydi. Ammo pensiya jamg'armasi xodimi sizga qanday olishingizni tushuntiradi. 4. Ba'zi hollarda oilaviy ahvolingizni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari. Agar siz boquvchisini yo'qotgan oila a'zosi bo'lsangiz, vafot etgan shaxsning o'lim guvohnomasi va sizning qarindoshlik darajangizni tasdiqlovchi hujjatlar. Bu hujjatlar sizning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajangizni aniqlash uchun zarur bo'lishi mumkin. Barcha hujjatlarning asl nusxalarini va ularning sifatli nusxalarini tayyorlab qo'ying. Yodingizda bo'lsin, pensiya jamg'armasi xodimlari asl nusxalarni ko'rib, nusxalarni o'zlariga olib qolishlari mumkin. Asl nusxalar sizga qaytariladi. 3 qadam, qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'zingiz yashaydigan hududdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan murojaat qilishingiz kerak. Bu joy pensiya ishlari bilan shug'ullanadigan asosiy davlat organi hisoblanadi. Murojaat qilish uchun oldindan navbat olishingiz mumkin yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali Mi.gov.uz orqali onlayn ariza topshirish imkoniyati ham mavjud. Onlayn ariza topshirish vaqt va xarajatlaringizni tejaydi, chunki siz uyda yoki qulay joyda turib bu ishni bajarishingiz mumkin. Shu sababli, agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa, ushbu portal orqali murojaat qilishni qattiq tavsiya qilaman.
Bu portal orqali siz faqat ariza topshirib qolmasdan, balki o'zingizga kerakli ma'lumotlarni ham olishingiz mumkin. Agarda onlayn murojaat qilishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan yoki yoshroq qarindoshlaringizdan yordam so'rashingiz mumkin. 4 qadam: arizani to'ldirish va topshirish. Pensiya jamg'armasi bo'limiga borganingizda, xodimlar sizga maxsus ariza shaklini taqdim etishadi. Bu arizani diqqat bilan barcha so'ralgan ma'lumotlarni aniq va to'g'ri kiritgan holda to'ldiring. Ismingiz, familiyangiz, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, pensiya miqdoringiz kabi barcha kerakli joylarni xatosiz to'ldiring. Agar biror qismda tushunmovchilik bo'lsa, xodimdan yordam so'rashdan tortinmang. Ular sizga jarayonni tushuntirishga majburdirlar. Arizaga tayyorlagan hujjatlaringizni ilova qiling va topshiring. Arizangiz qabul qilingandan so'ng, sizga uning qabul qilinganligi to'g'risida tasdiqlovchi hujjat yoki ro'yxatga olish raqami berilishi kerak. Bu raqam orqali siz arizangizning holatini kuzatib borishingiz mumkin. Agar siz onlayn ariza topshirgan bo'lsangiz, sizga elektron tarzda qabul qilinganlik tasdiqnomasi yuboriladi. Uni saqlab qo'yishni unutmang. 5 qadam: kutish va nazorat. Arizangiz ko'rib chiqish uchun qabul qilingandan so'ng, tegishli organlar uni o'rganib chiqishadi. Odatda bu jarayon ma'lum bir muddatni talab qiladi. Odatda 10-15 ish kuni, ammo ba'zi murakkab holatlarda biroz ko'proq vaqt ketishi mumkin. Bu muddat ichida sizning murojaatingiz pensiya jamg'armasi mutaxassislari tomonidan chuqur tahlil qilinadi. Barcha taqdim etilgan ma'lumotlar tekshiriladi. Arxiv ma'lumotlari bilan solishtiriladi va sizning qo'shimcha to'lov olish huquqingiz qonuniy asosda baholanadi. Agar barcha hujjatlar joyida bo'lsa va siz belgilangan mezonlarga to'liq javob bersangiz, sizning pensiyangizga qo'shimcha ustama belgilanadi. Sizga bu haqda rasmiy xabarnoma keladi, pochta orqali yoki elektron tarzda. Agar biror muammo yuzaga kelsa yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinsa, siz bilan bog'lanishadi. Oz vaqtida javob berishga harakat qiling. Bu vaqt ichida siz Mi.gov.uz portali orqali yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari orqali arizangizning holatini tekshirib turishingiz mumkin. Bu sizga jarayonni nazorat qilish imkonini beradi va ortiqcha xavotirlanishlarning oldini oladi. Unutmang, bu jarayonni o'z vaqtida boshlash muhim. Prezidentimizning bu tashabbusi har bir pensionerning hayotini yaxshilashga qaratilgan bo'lib, bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanish sizning qo'lingizda. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Biz prezidentimizning tashabbusi bilan aprel oyidan boshlab amalga oshiriladigan pensiyalarga katta miqdordagi qo'shimcha to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berdik. Kimlar bu ustamadan bahramand bo'lishi, qanday hujjatlar kerakligi va qayerga murojaat qilish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar berildi. Esingizda bo'lsin, bu davlat tomonidan ko'rsatilayotgan g'amxo'rlik va siz bu imkoniyatdan to'liq foydalanishingiz kerak. Bu shunchaki bir qadam emas, balki davlatning o'z keksa avlodiga bo'lgan hurmat va e'tiborining yorqin ifodasidir. Agar sizda yana qandaydir savollar paydo bo'lgan bo'lsa, yoki bu borada o'z tajribangizni baham ko'rishni istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Har bir fikr va savolingiz biz uchun muhim. Ushbu videoni o'zingizning oila a'zolaringiz, qarindoshlaringiz va do'stlaringizga ham ulashing, chunki bu ma'lumot ko'pchilikka yordam berishi mumkin. Videoga like qo'yishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz kelajakda ham shunday muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha